Navbatdagi savolimiz esa ancha oson, lekin biroz chalg'itib qo'yish ehtimoli bor. Rasmlarda ko'rsatilgan yo'llarning qaysi biri eng uzun? Eng uzun deganda, eng birinchisini qaradik. Necha qadam bor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu yarmi edi. Mana bu qismini ham qo'shsak 7 ta. Bu eng pastdagi ustunni qo'shmay turamizda, o'z-o'zidan tasavvur qilamiz. Agar o'rtasidan bo'linsa, chap tomonda 7 ta turibdi, o'ng tomonda ham xuddi shunaqa 7 ta turadi. Va o'rtadagi bitani ham qo'shgan vaqtimizda 7 plus 8, ya'ni 15 ta bo'lar ekan. Xo'p, qolganlarini sinab ko'ramiz. Bu 15 ta bo'lsa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O'rtada 7 bo'lyapti. Bundan oldin esa 6. Demak, o'rtasidan bo'lganimizda faqat 6 ta, o'rtadan qo'shsak 7 ta ekan. Demak, bu uzun emas ekan. Keyingisi, buni to'g'ri sanashga majburmiz. O'rtasidan bo'lingan emas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 da. Demak, bu ham emas. Keyingisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bu ham emas. Va 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bu ham emas. Demak, asosiy javobimiz birinchi javobimiz ekan. Ya'ni A javob bo'lar ekan. Buni shunchaki qadamlab sanalsa bo'ldi.